o'z sitmini o'tkazadi. Ayoz bobo shimoldan sovuq shamol yetkazadi. Kirib keldi qish fasli, bo'ron, sovuq qor bilan. Tabriklaymiz sizlarni, do'stlar, yangi yil bilan. 2025-yilimizni tarix qariga kuzatib borar ekanmiz. Yangi 2026-yilni qarshi olish payida turibmiz. Bugungi yangi kechamizga atalgan bayram dasturimizni ochib berish uchun so'z navbatini mamnuniyat bilan 61-maktab direktori Jumaqulov Jasur so'zga beramiz. Hurmatli ustozlar, hurmatli mehmonlar, o'quvchilar, mana yaqinlashib kelayotgan bayram yangi yil inshaalloh arafasida turibmiz. Avvalambor shu bayramda barchalaringizni tabriklayman. Oilalaringizga baraka tilayman. 2025da ushalmagan barcha orzularimiz 2026-yilda ushalsin. Mana 2025-yil va Mirzayev aytayapti, bu tarixda qoladigan yillardan bo'ldi. Maktabimizda barcha o'quvchilar mana 2025-yil ko'pchilik mana 40% o'quvchimiz g'alaba baholarni bitirdi. Bitta o'quvchimiz Zulfiya nomidagi bir ixtisoslashgan maktab o'quvchisiga aylandi. Bir o'quvchimiz litseyga kirdi. 7ta bitirgan bo'lsa, shundan 4tasi oliy ma'lumot bo'limida yuzlarga qabul qilindi. Bittasi o'rta maxsus kollejga kirdi o'quvchilarimiz. Biz bu uchun ancha yaxshi natijalarga erishdik. O'qituvchilarimiz mana navbatdagi attestatsiyani o'tib, ikkita birinchi toifa, bitta ikkinchi toifani olib kelib, mana biz reyting qo'shib kelyapmiz. Moddiy